لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Assalomu alaykum sadoqdoshlar. Qanday vaqt 5 kilometrga chiqib qoldik. Ovoz normal bo'lgan bo'lsa, darsni boshlab ketamiz hozir. Normal bo'lmagan bo'lsa, sal yaxshi emas ekan ba'zi uzilib ketib deganda. Ovoz normal bo'lsa normal bo'ladi. Ovoz normal bo'lsa, biz oldin qatim hadislarninki mardud haqida so'zlab, bu hadis mardudninki isnodniki sabti sababidan, ya'ni isnodniki raviylarning uzib qilish sababidan mardud bo'lgan hadislarni bir qator so'zlab tugatgan bo'ldik. Endi bizningki kelgan yerimiz hadislarninki mardud bo'lish, ya'ni mardud hadislar bo'lib, sababi isnoddagi raviylarning uzilib qilishi emas, balki isnoddagi raviylarga bo'lgan jarh ta'dil ulamolarımızdan kelgan ayıplash, ya'ni ta'ni sababidan, yoki shu raviydagi uzidagi maqbul bo'lgan bir raviyning salohiyatini to'liqlayanmaganligi. Masalan, biz hadisi maqbul qo'ygan shartlardan u raviylarda topilmaganligi sababidan, garchi isnod buzuq bo'lmasa-mu, isnodda saxta bo'lmasa-mu, isnoddagi raviylarninki normal laysi maqbul bo'lgan raviylarninki shartini to'liqlayanmaganligidan, ya'ni at-ta'nu fil ravi sababidan mardud bo'lgan hadislardan azroq so'zlab o'tgan. Bundan burun biz butunlay shu saxta haqidagi saxt sababidan zaif bo'lgan raviylar tushib qolganlik sababidan zaif bo'lgan hadislarni so'zlagan bo'ldik. Endi biz oldin qatimda shu raviydagi ta'ni sababidan zaif bo'lgan hadislar, ya'ni o ta'ninki umuman 10 turlik ta'ni bo'lganligi, 10 dona sababninki bor ekanligini, buning 5i isnoddagi raviylarning adolatiga aloqador, 5 bo'lsa raviyninki zabtiga aloqador bo'lganligini so'zladik. Endi biz birinchi bo'lib raviyninki adolatiga aloqador sabablardan boshlab, bu sabablardan birinchisi raviylardagi kizb sababi. Ya'ni raviyninki Rasululloh haqida yolg'on to'qish sababidan zaif bo'lgan hadisni so'zlab o'tgan. U hadis bo'lsa-mu, bu qaysi hadis mavzu edi? Hadis mavzu. Biz hadis mavzuninki ta'rifi ham hadis mavzuni bir bo'lib ulamolarninki hatto ma'ruf hadislarning turidan qatmay ayrim mustaqil bir bo'lib qolganligi, buning bo'lib ekanligi, bu hadis vaz'i qilishga olib borgan sabablar, bu vaz'i qiluvchi hadis to'quvchilarninki turlari haqida biz biroz to'xtalgan bo'ldik. Endi bizningki ikkinchi turlik hadisimiz hadisi matruk haqidagi bu bobni azroq qisqartgan bo'lgan. Biz bugungi darsimizni yana shu kelgan yerdan boshlaymiz. Bizning kitobimiz bo'yicha. Shunga tushunmagan yerlar bo'lsa, darhol o'tirib qo'ysak bo'ladi. Anda hadisi matrukqa kelsak, biz birinchi sabab bilan sabab bo'lgan, ya'ni kizbi sababidan, raviyning Rasululloh haqida yolg'on to'g'anlik sababidan zaif bo'lgan hadis, ya'ni hadisi mavzu, ya'ni yolg'on saxta, Rasulullohga to'qilgan, Rasulullohning hech bir aloqasi bo'lmagan, faqat Rasulullohga nisbat berilib qo'yilgan bu hadisninki ahvolini tushunib oldik. Endi bizning kelgan nuqtamiz hadisi matruk. Hadisi mavzuninki nihoyatda nimalar bor ichida, bahslar bor. Buni o'ziniki joyidan ko'rsanglar bo'ladi. Hadisi matruk degan nima desa, hadisi matruk bu ayrim bo'lgan mardud hadislarning turi bo'lib, buningki sababi nima desa, agar raviydagi ta'ning sababi at-tuhma bil kazib bo'lsa, at-tuhma bil kazib bo'lsa, u bo'lsa-mu ikkinchi sabab. Ya'ni birinchi sabab qolishdi, birinchi sabab kizbitdi. Ya'ni raviyning kazzab bo'lishi edi. Demak, raviy kazzab bo'lsa, ya'ni Rasululloh haqida yolg'on to'qigan bo'lsa, buningki hadisi mavzu hisoblanadi. Unda da
Biz agar ravi kazzab, ya'ni Rasulullohda yolg'on to'qigan emas, balki kizb bilan nima qilgan va kizb bilan nima qilgan ayblangan bo'lsa, masalan bu at-tuhbil kazib deganimiz bu Rasululloh haqida yolg'onni to'qigan emas, balki o'zining oddiy so'zlarida, ya'ni tijorat va boshqalar qilgan va'dalar yolg'on so'zlaydigan kishi endi buningki hadisi qanday bo'ldi, normal yolg'onni saqlanmaydigan bunday kishining hadisi nima bo'ldi desa, buning hadisi otludur u hadisi makruhda. No tarif kelsak, lug'atda ism fa'il tarkibidan chiqqan ism maf'ul, uni nimashqa tarkibda ataydi desa, ulamolarimiz mushu uningdan chuji chiqib bo'lgan, iliq tuxumning shakli bor-ku, chuji chiqib bo'lgan, quruq shakal qolib qolgan narsani ulamolarimiz tarika deb atagan. Yani degan gap hech qanday foydasi yo'q, la foyda. Hech qanday foydasi o'rniga chuji chiqarib ishidagi narsa ketib bo'ldi, o shakllanib olmaydi. Quruq narsa degan gap bu. Demek hadis-i metruk bu şununki lug'at jihatda shunga yaqin bo'lg'achqa bu hadis-i metrukda shuni anlatildi ki bu hadis-i metruk mu gerçi shakli isnadi hadis isnadida matnis o'xshash shaklda kelgan bo'lsa-mu bu ravisi onun kizi bilan tuhmatlanganligi jihatidan nima bo'ldi bu hadisi foydasiz bir hadis. Ya'ni amal qilmaydigan hech qanday hatto ikki hadis birlashsa-mu hadisi asal g'ayriga aylanmaydigan zaif bo'lg'achqa shunga buni metruk deb atalgan deydi. Onda ıslah degan gap buningki ıslah buning ma'nosi nima? Ya'ni hadis metruk degan gap nima? Uni istadida ravi muttaham bil kazib. Ya'ni kazib bilan nima qilgan tuhmatlangan bir ravi isnadi bo'lgan hadis. Uning isnadida biz ravilarni, ya'ni silsilatur rijaldiki, shu ravilarni biz nima qilsak, tekshirsak, buning ichida bir ravi, yoki bir qancha ravini bo'lib qolgan bo'lsa, bu kizb bilan tuhmatlangan bo'lsa, ya'ni kizb bilan tuhmatlangan bo'lsa, bu turdagi hadis, ya'ni mush isnadga kelgan hadisdan o'zining bo'ldi, hadis matruk hisoblanadi. Ya'ni foydasiz, ya'ni ahamiyatsiz hadis degan ma'no. Unda bu yerda bir ravining kizb bilan tuhmatlashi uchun nima kerak? Qanday bo'lgan chog'da ravi muttaham bil kazib deb sifatlanadi. Qanday bo'lgan chog'da raviningki sifati at-tuhma bil kazib, ya'ni kizb bilan tuhmatlangan bo'ladi, u ravining sifati ana muttaham bil kazib bo'lib buning hadisi metruk bo'ldi. Bu qanday bo'lish kerak u raviylar desa, u ikki kishining biri bilan bo'ldi. U ikki kishi bo'lsa birinchisi bu hadis, ya'ni bir hadis keladi. Bir hadis, ya'ni bu raviy bir hadis rivoyat qildiki, u rivoyat qilgan hadis rivoyat qilmay la yurwa zalikal hadis. Bu hadis faqat illa min jihati. U hadis faqat shu raviy tarafdan, shu raviyning sanadi, shu raviyning ağzından rivoyat qilgan bo'ldi. O halbuki yana yolg'iz shaklda yana hadis farqi buning bilan to'xtab qolgan, yana mushuning bilan to'xtab qolgan, mushuning bilan bilingan hadis bu. Demak bu mushuning nisbatan farq. O halbuki shunda farq turlig'in, mushuning bilan kelgan turlig'in u hadis ma'lum qoidalarga muxolifdir. Yani ma'lum qoidalarimiz, masalan, sahih hadislarningki asosiy nimalarga va ma'nolarga yoki dinimizning asosiy prinsiplariga, ya Qur'onning asoslariga, demak, mushu ma'lum bo'lgan qoidalarga qarshi kelgan bo'lsa, bu hadis, demakki bu hadisdagi bu shu ravi, ya'ni mushu hadislar mushu raviydan kelgan, boshqalar rivoyat qilmagan, mushu kishi nima hisoblanadi va muttaham bil kazib. Balkim buni bo'lishi mumkin va garchi buni yolg'onligini biz mavzu isbotlagan bo'lsak, u vazza hisoblanadi. Ammo biz unday olmasakmi, bu hadis dinning asosiy prinsiplariga, yoki Qur'onning asosiy narsiga, yoki sahih bo'lgan hadislarning mazmuniga zid keldi, ham bu hadisni mushu raviydan boshqa hech qanday bir yerda nima qilmadi, uchratmadi. Demakki, mushu raviyning o'zida masala bor degan bir nima bo'ldi va ish chiqdi. Shunga bu hadis nima hisoblanadi? Matruk hisoblanadi. Demak, muttaham bil kazib bo'lishininki bir ahvoli shu. Ikkinchi bir ahvol qaralsa, bu raviy yani oddiy so'zlarda, yu'rab bil kazib kalamil addi. Yani oddiy so'zlarda, oddiy o'zdan faranglarda yolg'on bilan tunilgan bo'ldi. Lekin uningdan payg'ambarimizning hadisi yolg'on to'qilganlik oshkor bo'lmagan. Agar payg'ambarimizning hadisida yolg'on gap qilganlik tunilgan bo'lsa, oshkor bo'lgan bo'lsa, buni hisoblanadi, vazza hisoblanadi, kazzab hisoblanadi, buning hadisi mavzu o'tdi. Halbuki bu Resulullah'ın hadisida bir yolg'on hadis to'qilganlik isbotlanmadi. Ammo Resulullah'ın hadis yolg'on to'qilganlik isbotlanmagan bo'lsa-mu, o'zining oddiy turmush so'zlarida, oddiy jamiyatlar bilan bo'lgan aloqasida yolg'ondan nima qilmadi saqlanmadi. Demak, unda bo'lgan ekan yolg'on so'zlagan ekan, bu kishining o'zi ana bu da'vat at-tuhma bil kazib bo'ldi. Demak, mush ikki kishining biri bilan
yoki yuqorqidek bu hadis javob shuning bilan to'xtab qolgan, holbuki bu dinning asosiy prinsiplarga qarshi, masalan, bu yo'l bilan yakanda uningki misali normal bo'lgan o'zining turmushlaridagi yolg'on bilan ma'lum bo'lib ketgan bo'lishi bilan bu kishi muttaham bil kazib hisoblanadi. Muttaham bil kazib bo'lgan ravining sanadi bilan kelgan hadis nima bo'ldi? Bu hadisning o'zi hadis matruk hisoblanadi. Masalan, misolga kelsak, deydiki hadis Amr ibn Sha'r al-Ju'afi bu al-Kufi ash-Shi'i bu Arab kilikin. Rivoyat qildi bu Jabirdan o Abi Tufayl'den o Ali ve Ammar'dan iki sahabeler rivayet kıldı. Dedi ulan o ikisi Kanan Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yakut fil fecri ve yukabbir yevme araf min salatul gata ve yakta'u salatul asri ahire iramet teşriği. Yani müşahidin senede kararsak Nesai ve Darukni ve onun başka bizden muhaddis hadis pişvallarımız Emr ibn Şemr doğruluk diyen ki Emr ibn Şemr diyen Emr ibn Şemr Ju'fi el-Kufi el-Şi'i el-Arabi mana bunun sıkıntı nima? Bunun hadisi metrukul hadis. Hatta bir bölüklerinin özünde bunun hadisi de bu kişi özünki hadislerdeki metruk buluşulan bu hadis nurgul ulemalarımızın mesela bazı qattiq ayblganlar hatta bir bölük kitaplarning rijallarning o'zida Amr ibn Sha'r al-Ju'fi al-Kufini bu nayte mushu prinsiplar ko'p hadis prinsiplarga umumiy dinning asosiy prinsiplarga qarshi bo'lgan ko'p hadis rivoyat qilganligi jihatidan buningki kizib bilan ayiblangan. Ba'zilarda bu az bir bölüklarda buning hadisini yozib qo'yib bo'lgan kishi deb qilgan az baholanma ekan. Asosiy prinsipi bu qazilsa muttaham bil kazib bo'lgan kishi shu Amr ibn Sha'r al-Ju'fi Kufi degan shaxs. Mushu Kufilik Shi'a mushu hadisi matruk bo'lgan adam. Demak, mushu kishining sanadiga kelgan, mushu kishi vasfot sanatda bir ravi bo'lib kelgan hadisning har qandig'i nima bo'ldi? Hadis matruk hisoblanadi. Bu hadisni asla olmaymiz. Bu hadisni javob Ama bunun mertebesi kelsa, bu mertebesi qanday, buningki mertebesi qanchalik bir o'rni bor bo'lsa, hadis sahasi bu o'rnatib tursa, eng yomon hadislarni. Hadis mardudninki, yana ravilardagi aybni sababidan mardud bo'lgan, zaif bo'lgan hadislarning eng eskisi ekan bu mavzu ekan. Mavzu degan shu qizil yolg'on degan gap bu. Ammo matruk o bizatdagi mavzu zaiflarning eng yomoni mavzu. Amma mavzudan kelsa 2 numaralık mesela načar en tugan turdagini bunumdur va matruktur andinki mutrak munkar andinki muallal yoki ma'lul yoki muallun deb chiqadi ismi va emas o'xshash andinki mudraj andinki maqlub andinki mustarab buningki mushunda Hafiz ibn Hajar hadislar zaifni kaza rattabahu mushunda tartiblaganday Demek metruk deganimizning o'rni zaifdan qaslam eng xatarli hadislar. Hadis zaif şu qizil yolg'on o, ammo metruk anda qizil Rasululloh ustidan to'qilganligi yolg'on ekanligi isbotlanmasmi, ammo buningki nimasi ravidagi muttaham bil kazib bo'lganligi sababidan bu hadisi hech qanday amal qilmaydigan metruk degan hadis shu. Hamda ikkinchi birisi yana 3-dereceli ekamda zaiflar nimasi bo'yicha arg'anchig'imizda munkar. Hadis munkar degan qanday hadis? Endi yuqorida biz hadisi matrukda bir narsani degan hadisi matruk ravi muttaham bil kazib bo'lgan bo'lsa, buni asosiy negizlik nimasi va illati shu, hadis matrukning zaif bo'lishininki. Ammo muttaham bil kazib bo'lishini, tuhma bil kazib bo'lishininki sababi ikkisining biri. Yakanda bu oddiy normal ishlarda yolg'on so'zlaydi, yakanda bo'lmasa ikkinchi birisi nima? Bu hadis mushuning bilan xos bo'lgan, faqat mush tarafdan tunilgan bir hadis rivoyat qilindiki, bu holbuki bu hadis ma'lum qoidalarga, umumiy prinsiplarga nima qildava zid. Demak, bu o'zi hadis matrukninki ustidagi bo'lgan, asosli bo'lgan mazmunlardan hisoblanadi. Yana birisi hadisi munkar. Ana munkar degan nima desa, agar ravidagi ta'ning sababi fuhsh g'alat bo'lsa, ya kasratul g'afla bo'lsa, ya fosiqlik bo'lsa. Demak, u biz yuqori so'zlagan sabablardan biz juda qo'ravidagi 3-4-5 sabab. Birinchisi qasidda va kazzoblikda, kizibli. O kizbi sababidan zaif bo'lgan hadisning ismi mavzu hisoblangan.
ikkinchi birisi qolsa, ikkinchi birisi at-tuhma bil kazib, ya'ni kizib bilan tuhmatlangan, aytlangan kishi uning hadisining ismi nimadir? Matrukdir. Endi 3, 4, 5 o'sqasi desa, o birinchi, uchinchisi fuhsh g'alat, to'rtinchisi cho'g'i kasatul g'afla, beshinchisi fisq. Demak, bu 3 sababning birisi topilib qolsa, uning ismi bo'lsa, hadisning munkar bo'ldi. Demak, bu 3 sababning birisi topilib qolgan, ravi sunnatda topilgan bo'lsa, bu xildagi hadisning ismi atuldur munkarda. Uning hadisi atuldur munkarda. Buni ta'rifga kelsak, asli munkar degan nima desa, inkordan chiqqan ism bu. Ya'ni inkor qilingan degan gap qo'sh shunda. Demak, iqrorning taqdirida. Islohda nima degan gap desa, islohda ulamo hadis ulamolarimiz munkarni xil ta'rifotlar bilan. Ya'ni yozma demak, bu munkar haqidagi ta'rifot ulamolar orasida hali nimalarga xil qarashlarga ega. Endi buning eng mashhurisi ishqidan ta'rif. U bir ta'rif qilsa, u bir ravi riski uning isnodida ravin fahusha g'alatuhu. Ya'ni uning g'alati ko'p bo'lgan, g'aflati ko'p bo'lgan, fosiqlarga oshkora bo'lgan bir ravi topilgan hadis. Demak, isnodida uning g'alati fahsh degan g'alati ko'p bo'lgan bo'lsa, yakanda uning g'aflatini ko'p, kasatul g'aflat bo'lgan bo'lsa, yakanda u ravida fasiqlikni, ya'ni oshkora normal biz bilgudak fasiq deb ism qo'ydirida jinoiy ma'siyatlarni normal xalqdan topmay qilgan darajadagi fasiq bo'lgan bo'lsa, demak, bu 3 ishninki biri topilgan bo'lsa, bu ravining ismi nima bo'ldi? Ravidagi hadisning ismi hadis munkar bo'lgan bo'ldi. Ana mush ta'rifni Hafiz Ibn Hajar rahimahulloh zikr qilib, buni boshqalarga nisbat bergan. Buni mush Hafiz Ibn Hajar rahimahulloh o'zininki kitobida mushu Hafiz Ibn Hajar buni ilgirkilar, yani Hafiz Ibn Hajardan burunqilar mushfil buni ta'rif qildi. Demak, u hadisning o'zida ravi yana g'alat bo'lgan, kasatul g'aflat bo'lgan yoki fosiqlik oshkora bo'lgan bir ravi bo'lgan bo'lsa, hadisning isnodida ya shunda hadislarning o'zini munkar deb ataydi deb ilgirkilarning ta'rifini zikr qilgan. Ammo bu mening qarashim degan gapni nima deydi? Hajar. Ana Imom Bayquni mushu ana garchi Ibn Hajar zikr qilgan bo'lsa-mu, Ibn Hajarning qarshi emas. Ibn Hajar boshqalarga nisbat berib, boshqalar munkar hadisni yo'lliqlar shunday tutishtirgan deb buni keltirdi. Ammo mushu ta'rif bo'yicha Bayquni o'zining manzumasida, Manzumatul Bayquniyada mushu ta'rif bo'yicha, ya'ni uningda mushu yuqoridagi biz 3 sababdan birisi topilgan ravi bo'lib qolsa, buning hadisini biz munkar deymiz degan gap bor. Mush ta'rif bo'yicha menib degan kim? Ve munkerul ferde ravin gada ta'diluhu la yahmilu tafarruda. Munkerul ferd yani bir ravinin munker degan. Yani munkerul ferd degan nima? Yoki munkerul ferd deb ataymiz ku? Shu nimaniki bu munker degan nima desa, u munkerda bir ravi bo'lsa-ki, u ravi gada ta'diluhu la yahmilu tafarruda. O'zininki nimada uningki ta'dil qilishdan, ya'ni uni yaxshi ijobiy baho berib, bu chava siqa yoki chava hadis maqbul bo'lgan kishilar deyotgan suhbatlanishdan bu hojat bo'lgan bo'lsa-ki, u tafarrudni ko'tarmaydigan. Ya'ni normal zaif emas, zaiflikmi o'zi yolg'iz tafarrud, ya'ni hadis yolg'iz bir sanatga kelib qolsa, yolg'iz bo'lgan tafarrud bir sanatga kelib qolsa, yana mayliya mushun tafarrudi mushun yolg'iz bo'lsin ilinadigan kishi ekan deyilmaydigan darajadagi ammo shundaq bir ravi bo'lib qolgan bo'lsa, buning hadisini munkar deymiz degan bo'yicha davom qilib nazmisini keltirgan. Andada bizniki ikkinchi qarash, birinchi qarash shu Hafiz ibn Hajar keltirgan bo'lsa, buni o'zining qarashi ekanligiga o'tirib qo'ymadi. Ammo Hafiz ibn Hajar rahimahullohning qarashi nima? Ikkinchi qarash shu. Bu ikkinchi qarashda dedik Hafiz ibn Hajar o'zining qarashi shu va bu hadis ya'ni zaif muxolifan limarasiqa. Zaif deganimiz demak bir illat bor. Mayli bu illat fuhsh g'alat bo'lgan bo'lsin, mayli bu kasatul g'aflat bo'lgan bo'lsin, yoki ravidagi fosiq bo'lgan bo'lsin. Demak, qaysi sabab bilan bo'lsin, yuqori sabablardan demak bir zaif ravi rivoyat qilgan hadiski u muxolifan limarasiqa
siqa bir ravi rivoyat qilgan hadisga qarshi holda. Demak bizda bir hadis bor, normal, siqa bo'lgan, yana ishonchli raviylardan kelgan hadis maqbulning butun shartlarini normal to'liqlagan bir hadis bor. Yana bir raviy keldiki, u raviy zaif. Aslida o raviy zaifdir. Demek bu hadis g'ada ta'liq shu. Demek aslida bu hadisning raviysi muttava zaifdir. Aslida o raviy ya fushqarat va ya kasal g'aflat va ya fasiqlik va. Demek bu aslida nima va zaiflik. Ammo zaif bo'lib qolmay u raviysi bu raviyning rivoyat qilgan bu hadisi bizdeki maqbul bo'lgan, siqa rivoyat qilgan bir sahih hadisga yoki aslan bir hadisga keldi va qarshi keldi. Demek bu hadisning izmini biz munkar deymiz deydi. Tek ana bu ta'rif bo'lsa Hafiz ibn Hajar rahimahulloh uni zikr qilib, mushuni bilan o'zining kitobida, ya'ni Nuhbatul Fikr degan o'zininki asli kitobda, uning sharhi bo'lgan Nuzhatun Nazarda mushi ta'rif bo'yicha. Demak, u ravisi zaif bo'lgan raviylar emas. Demak, bu hadis anda ravisning o'zida qo'shig'alat, kasal mundalam bo'lgan emas, balki u ravining u hadisi siqa bo'lgan bir ravi rivoyat qilib kelgan bo'lsa, ya'ni maqbul bo'lgan bir hadis kelgan bo'lsa, u zid kelgan hadisning ismini biz munkar deymiz degan. Ana bu ta'rifda, ikkinchi ta'rifda, birinchi ta'rif qilgan vaqtda bir ziyorat bor. Demak, har ikkisi o'xshash 5 ham. 5i qaysi? Bu yerda ma ravahu zaif deganimiz, zaif bo'lish uchun cho'qini bilish kerak va ravida yuqori o'xshash g'alat, yoki kasal g'aflat, yoki endi fosiqlik bo'lish kerak. Demakki, u 5iga o'xshash. Ammo ikkinchi ziyorat shart, ya'ni muxalifan lima ravahu siqa degani ma'lum va ziyorat. O buningda birinchi ta'rifga ziyoda bir o'shqcha bir shart bor. U bo'lsa-mu zaif ravininki siqa rivoyat qilgan, ya'ni maqbul bo'lgan siqa ravi rivoyat qilgan narsaga muxolif bo'lish degan qoida. Mushuni qo'yib. Demak, har ikkilasining deganiki mushu o'xshash ta'rifning 5 o'xshash bo'lsa-mu, oxirida Ibn Hajar rahimahullohning o'zininki tanlovini ham shu kuncha o'zininki Nuhbatul Fikrda davom etgani, u qasa desa, u mushu ikkinchi ta'rif u bo'lsa-mu muxolifatu zaif lima rawahu siqa. Yani zaifninki, yani maqbul bo'lmagan, zaif bo'lgan bir raviyning siqa ravi rivoyat qilgan hadisga nima kelgilishi va zid kelishi. Buning ismini biz nima deymiz? Hadis munkar deymiz. Andada bu hadisninki munkar bilan shozning farqi nima? Demak, hadis shoz bilan taqshal chiqmadi, shozni keyin so'zlaymiz. Hadis shoz degan bu nima desa, hadis shozning bir ta'rifining ichidagi gevlik bo'lgan shartlardan birisimi u muxolifat. O şaz bilen andada bu münkerinin ahvali nima deydi? Farqi nima deydi? Demak, farq şaz bilen münkerning arasındagi farq, şaz degan asli o maqbul bo'lgan bir ravininki uzun avlaroq nima kelgan bo'lishi va qarshi kelgan bo'lishi. Demak, normalda bu hadisi hasan bo'ladigan yoki normal bo'lgan hadisi chiqib maqbul bo'ladigan kishi, hadisi maqbul bo'ladigan kishi. Amma bu hadisi maqbul bo'ladigan bu odam üzüdünmü evlarak, üzüdünmü sıkarak, üzüdünmü üstünrak bir adam rivoyat qilgan hadisninki qarshi rivoyat qilgan bo'lsa. Masalan, bizga nayta imom Hafiz bo'lgan avla, ishonchlik bo'lgan bir siqadan birisi rivoyat qildiki, bu hadisni marfu holatda, ya'ni Rasululloh dedi. Ammo yana birisi rivoyat qildiki, normalda odatda u qarshi kelmas hadisi maqbul bo'lgan, masalan, hech bo'lmasa hadis hasan bo'lgan odam, masalan, bu rivoyat qildiki, bu hadisni nima deb mavquf deb. Demek o ya evlası merfu deydi, normal bo'lgan maqbulcho mavquf deydi. Demek mushunda zid kelgan bo'lsa, buning ismini shoz deydi. Demek bu yerda shoz degan normal bo'lgan bir maqbul ravininki uzundan avla bo'lgan, uzun ustun bo'lgan bir ravini rivoyat qilgan maqdishava zid kelganligini o'zini biz shoz deymiz. Demek biz har doim tarjih qilgan joyda qo'rqitib demek shoz hisoblanadi. Unda da munkar desa, munkar deganki buningdan muxolifat bo'lsin, munkar degan nima esa, munkar degan maravahu zaif muxolifat maravasiga. Demak, munkar deganimiz zaif, ya'ni siqaga muxolif shaklda, qarshi shaklda rivoyat qilgan. Demak, shoz deganimiz, shuzuz deganimiz maqbulning uzun avlog'iz qilishini ismi nima va shuzuz, ya'ni shoz deymiz. Ammo munkar desa, munkar deganimiz bir zaifninki, ya'ni aslindan bundan hadisi maqbul bo'lmagan bir zaif ravining siqa bo'lgan raviga, hadis maqbul bo'lgan bir raviga qarshi hadis rivoyat qilishini ko'rsatdi. Masalan, endi bu ana shu yuqoridagi ishga ta'rifdan ham bu ta'rifning oxiridagi belgilashtirmadan shu bilindiki,
Her işkilisi meyli hadisi bu münker olsun, hadisi şaz olsun, her işkilisinin ortak bir noktası var. Her işkilisi muhalefetini şart kılışta ortaklaydı. Demek bu şaz mı? Yani bir muhalefet var. Bu makbulunki üzerine Allah'a karşı gelişi. O münkerden bir muhalefet var, o bolsun zayıfınınki sıkayga karşı gelişi. Demek her işkilisi muhalefetini şart kılışta bir ortak var. Ama ula ayrıdı, o ikisi ayrıdı. Neden? Şaz deganning ravisi maqbul. Demek maqbulning uzun avlaga zikrishi bo'lgandan demek o aslida bu shazninki asli ravisi nimadir va normalda maqbul. Agar muxolifat bo'lmagan bo'lsa, buning hadisini biz javob olib biz uni amal qilamiz. Va halbuki munkar bo'lsa, munkarning ravisi zaif. Munkarning ravisi zaif. Mesela munkarning ravisi zaif, yani o'zi zaif turib, aslan buning hadis javobi zaif, yani normal zaif bo'lsa-mu, amma bu o'zining zaifligini texim oshiruvda qanday qilish bilan siqa ravi rivoyat qilgan hadisga qarshi hadis rivoyat qilishdi. Demak bu aslan normalda hadisda olmaydigan, hadis ishonchsiz bo'lgan odam edi, zaif bir odam edi. Amma bu mushu zaif bilan qolmay, texi siqa, ya'ni sahih, maqbul bo'lgan bir ravi rivoyat qilgan hadisga nima keldi va qarshi keldi. Demakki bu nimaning sifati? Munkarning sifati. İbn Hajar rahimahullah şu gaplarni surib bo'lgandan keyin dediki oxirida vaqad g'abala man sawa baynahuma. Endi bu munkar bilan shazning farqi yo'q. Har ikkisi muxolifat shartgan emasmi? Mushu muxolifatni ko'rabligida u muxolifatning nimaga muxolifat qilishini payqatmayla. Muxolifat degan ko'rabligida ikkisiga yetgan davatgan ma'lum kishilar bo'libdi. Bu ikkisini barobar gap qargan kishilar nima qildi va o yuqib qolgan bo'ldi, ishning haqiqatidan g'ofil qolgan bo'ldi deb Ibn Hajar rahimahullah bu yerda eslatgan deydi. Mesela bunun misalları kelsek, birinci ta'rifdagi misal, buningki ravisda g'alat, kasratul ghafla yoki kasb bo'lgan bo'lsa, ravi bo'lgan. Buni da aytdik qo'shunda. Ana buni Nasa'i va Ibn Majah Abi Zukay Yahya ibn Muhammad ibn Qaysninki rivoyat qilinadiki, u rivoyat qildi Hisham ibn Urvadan. Hisham ibn Urva o dadasi kim? Urvadan rivoyat qildi. O Urva Ayşe radhiyallohu anha. Dedi ki, "Kulul balaha bit-tamri fa inna ibn Adam iza akalahu ghazba şeytan." Nasai dedi bu hadis munkar. Nimash munkar? Bu hadisni Abu Zukayr rivoyat Abu Zukayr Yahya ibn Muhammad ibn Qays va demak mushu kishi ba bu halbuki uninki u kishi shayxun salih. O'zininki nimasida va o'zining adolatda masala yo'q demakchi. Normal taqvo odam, yaxshi odam. Va halbuki shayxun salih deganimiz akhrajahu lahu Muslim fil mutabaat. Yani Muslim uni o'zininki mutabaat deb ayrim bir keyinda shavohid al-tabi va shavohid deb babimiz bor. Ya'ni o'sha mutabaatning nima ekanligini tafsil o'qimiz. Bu yerdagi mazmun elishib ketmasin. Mutabaat yani asli bo'lgan maqsadning hadisning aslida emas, buni manda qo'shimcha dalil sifatida deb tushungan to'g'rim keltirilgan hadisni chiqargan ravi hisoblanadi bu. Demak, lekin o qanda mushunda bo'lsa-mu, yana boshqalarga qatib, yana boshqa rivoyatlarni asli rivoyatni keltirib qo'ygandan keyin u rivoyatni kuchaytirish uchun pak sifatida keltirgan. Bo'lsa-mu, halbuki bu kishi lam yablugh mablaga ma yuhtamal tafarruduhu deydi. Uning tafarrudi, yani yolg'izligi nima qildigani va ko'tariladigan kishilar deyisiga yetmagan. Bayqoniga gap shu. Demak, bu madam o'zi yolg'iz hadis rivoyat qilinsa, buning hadisi o'zi yolg'izlik bo'liblam deydi bo'ladigan. O'zi yolg'iz turib, boshqa bir kuchlantiruvchi, boshqa bir yerga tayanmay turib, o'zi nima bo'ladigan, maqbul bo'ladigan kishilar deyisiga yetmagan. Endi bu gerçi boshqa bir asli bo'lgan sahih hadislarninki, maqbul hadislarninki, bunda bir qo'shimcha dalillar sifatida yoyadigan bo'lsa-mu, ammo o'zi mustaqil, yolg'iz shaklda rivoyat qilgan hadislarni maqbul bo'ladigan kishi dalilga yetmagan kishi dedi. Demak, bu buguncha bo'lgan chog'da mush ravi topilganligi uchun lekinda bu hadisninki o'zi bir ta'rif bo'yicha hisoblanadi bu hadis munkar hisoblanadi. Anda ikkinchi ta'rifga hisob qilib, ikkinchi ta'rifga bizdan misolni keltirib qilib, deydi ikkinchi ta'rifdagi misolda Ibn Abi Hatim Hubayb ibn Habibdin Abi ibn Ziyaddan Abi Ishaqdan
o Ayzar ibn Hureys'tin, o İbn Abbas'tin, İbn Abbas peygamberimizdir. Rivayet kılıp dedi ki: "Men aqames salat ve atez zekat ve haccel beyt ve sama ve qara'z zayb dakhalal cennet." Ve sama ve qara'z zayb. Yani iman degan ma'noda dakhalal cennet. Demek Ebu Hatim dedi ki bu hadis münker. Bu münkerlikning sebebi biz ikkinchi shart bo'yicha, ya'ni ikkinchi ta'rif bo'yicha tahlil qilamiz. Deydi ki bu hadis münker. Nimishqa desa bu hadisni lianna ghayruhu min as-siqat. Çünkü bu hadisni İbn Abi Ma'rif'deki Hubayb ibn Habib Ziyad var. Bu bundan başka sıqa ravilar. Sıqa başka ravilar bu hadisni Abi İshaq'dan mevquf halatda. Mevquf deganimiz kimning o'zida? İbn Abbas'ning o'zida deb rivoyat qilgan. Bu halbuki nimada var? Bu halbuki demek bu yerda endi bu yerdagi mushu mavquf holatda vaqt, mushu mavquf holatda bu yerda hozir kimdir rivoyat qildi? Payg'ambarimizda. Demak bu hadisni hozir marfu holatda rivoyat qildi. Asli bu hadisni boshqa siqa bo'lgan, ya'ni ishonchlik, ya'ni raviylar bu nimadan Hubayb ibn Habib Ziyoddan boshqa kishilar, ya'ni ishonchlik bo'lgan, hadisi maqbul bo'lgan kishilar buni mavquf hadis bu, ya'ni Ibn Abbasning so'zi degan shaklda keltirdi. Ammo bu yerda buni kimning so'zidir? Rasulullohning so'zidir. Demek ki mushu sababdan bu hadis nimadir bu? Bu hadisning o'zi munkardir. Endi Habib ibn Abi Ziyod degan bu aslida zaif ravi. Endi bu o'zininki zaiflik bilan qolmay, aslida tegirga zaiflik bilan qolmay, bu boshqalar mavquf deb shaklda qarshi shaklda buni marfu rivoyat qildi. Demek ki bununki o'zi zaif qilib siqalarga qarshi hadis rivoyat qilgan bu zaif bu to'g'ri munkar o'tdi. Demak mutarif bo'yicha bu munkar. Endi mushu ve huvel ma'ruf deganimiz miyadagi Abu Ishaqdan siqa raviylar rivoyat qilgan shakli va bu desa mavquf holatdagi buning ismi nimadir? Ma'rufdir. Ya'ni hadis ma'ruf degan nima desa, shu munkarning ziddi. Nimaniki shozning ziddi mahbus, ma'nosi munkar. Endi bu yerdagi munkar degan uchun biz cho'qim bir ish kerak oldimizda. Hadis munkarda ko'rdik qo'y, hadis munkarda muxolifat va muxolifat qilish uchun cho'qim oldimizda ish kerak va biri zaif kishining hadisi, yana birisi siqa kishining hadisi. Demak, zaif bo'lgan bir kishiningki hadisi siqa bo'lgan kishining hadisi zid keldi. Demakki, zaif hadis siqa zid kelganligi uchun bu hadis ismini nima endi munkarga aylandi. Endi siqa uni qarshilab qarshilgan siqa rivoyat qilgan hadis var bu hadis saqlanib qoldi. Bu hadis va munkar degan hadis hamda bu nimadir va ma'rufdir. Endi ma'ruf deganning ta'rifidan bu yerda kim chiqishi mumkin? Bu yerda qilsak, bu yerda qisqacha bo'lib qolibdi. Ma'ruf degan nima desa, u siqa bir kishiningki, ya'ni maqbul bo'lgan bir raviyning zaif bo'lgan raviga qarshi rivoyat qilish. Munkarning tam aksi. Munkar deganimiz zaifning siqaga qarshi rivoyat qilish bo'lsa, ma'ruf deganimiz siqa raviyning, ya'ni siqa maqbul bo'lgan raviyning hadisiningki nima kelgansa, zaif bo'lgan bir raviyning hadisiga qarshi kelishi ko'rsatadi. Demak, endi bu yerdagi mushadis kelsak, masalan, bu yerdagi Hubayb ibn Habib Ziyodning qilgan sanatning o'zini mudirba, ya'ni hadis nima kelgan? Hadis bu hadisning o'zi marfu'at shaklining o'zini mudirba munkardir. Ama yeni bir şekli şu Hubayb ibn Habib Ziyod'dan başka yani başka sıqalar rivoyat qilingan shakli bu mudir va ma'rufdir deydi. Bunun mertebesiga kelsak, biz yuqorida abayda bu so'zni mertebesiga kelsak, shu matrubdan turadi. Bizga ilgari o'tdik, mana munkarninki bay anifandimiz baylam zikr qilingan munkarning ikki ta'rifidan shu namoyon bo'ldiki, munkar degan min anva'iz zaif jiddan. O zaif jiddiy, ya'ni bu shadid, ya'ni zaif shadid bo'lganini qatardi. Ya'ni qattiq jiddan bek deyib insonning qatardi. Nima qilib bek hadis buni zaifun jiddan deymiz desa, chunki ikkinchi sabab chunki u mushuniminki rivoyat zaif mavsufun bi fuhshighalat. Fuhshighalat yoki kasratul g'aflat yoki fosiqlik bilan sifatlangan bir zaif raviyninki rivoyatidir. Shunda o'g'anlik uchun bu o'zidagi bu yerda sifatlar, ya'ni fuhshighalat, normal g'alatlar emas. Bunda bir haqiqatimiz bo'lgan g'alat emas bu. Bu fuhshighalat.
Yana birisi javob kasal g'aflat bundan normaldagi g'aflat emas, bu g'aflatdan oid kasrat bu sifatlarni ko'rsatib bo'ldi. U pastliqlik ham emas, taxmini normal biray qilib bo'lgan. Uni va zuhurul fisq. Ya'ni bu javob pastliq bilan tushunilib bo'lgan. Demak, bu yerdagi bu sifatlarning o'zi normal aloqa zaiflikdan o'ta. Taxmi miroq deb bo'lgan hadislar hisoblanadi. Demak, birinchi ta'rif bo'yicha mulohaza qilyapmiz. Lekin ikkinchi ta'rif bo'yicha olgan chog'imizda, ya'ni Ibn Hajarning ta'rifi bo'yicha olgan vaqtda uni va desa, uninki rivoyat zaifin muhalifin rivoyat bir zaifning demak bu qarshi hadis rivoyat qilmasam tegidirlam zaif. Bir zaifningki ya'ni o'zining shu rivoyatida, mushu rivoyatida nimada rivoyat siqaning rivoyatiga qarshi kelgan rivoyat. Demak, o'zining bu rivoyatida siqaning rivoyatiga qarshi kelgan bir zaifning rivoyati. Normal bo'lgan bir gapiga ishonmaydigan, masalan biz bak ishinib ketmaydigan bir odamning gapiga normalda anglasak, unga bo'lgan debdi falan deb normalda ishonmaymiz. Ammo bu degan gap amaliyotdagi biz ishonchlik odamlardan anglagan, pokitlik bo'lgan bir isbotlanib bo'lgan bir hodisaga buniga biz kelsak, bu aslan ishonmaydik bunga. Endi ma'noga kelgan lekin ma'noga qarshi kelgan degan bu normal oshkora bo'lgan bir haqiqatga bu texmi biz javob bu so'zga ishonmaymiz. Demakki bu zaif bo'lib zaifligini muxolifat bilan texmi oshirib olgan texmi. Demak, har ikkala qism mayli yuqoridagi birinchi ta'rifdagi munkar bo'lgan bo'lsin yoki ikkinchi ta'rifdagi munkar bo'lgan bo'lsin, har ikkilisida nima zafi shadid bor. Zafi shadid, zafi xafif degan gap nimada ayirib desa, shu zafi shadid bo'lib ketsa, hadis agar madamiki shadid deb uningga sifatlanib zaif bo'lib ketsa, bu hadislar yana bir qancha jug'lashsa-mu bu hasanlik ayriga aylanmaydi. Faqat zafi xafif bo'lgan bo'lsa, ya'ni xafif bo'lgan bo'lsa, ya'ni agar bu hadis yana bir yo'l orqali, ya'ni o'ziga o'xshash zafi xafif bo'lgan yoki undan kuchliroq yana bir yo'ldan kelsa, buning ismini g'ayratda hasanlik ayriga ashaq aloqalar. Bu shadid xafif deb aytishning sababi. Mushu jihatidan bizlar mushu matrukning tadqiqotining oxiri shu etdiki, munkar deganimiz mushu nimada va matruklikdan keyinlam zaifning qatorligida matruklikdan keyinlam keladi. Demak, birinchisi bo'ldi va mavzu, ikkinchisi va matruk, o'sha matrukdan keyinlam turadigan qarsa va hadis munkardir. Demak, bu hadislarning o'zi yuqoridagi uch hadislarning hammasi buning zaiflik, za'fi shadid. Shuning uchun bu bir qancha yo'llar ko'payib ketsa, shu xil darajadagi yoki undan tugan u nimaga aylanmaydi, bu maqbul turlarga kirmaydi. Va hadis ma'ruf. Bay azaq qisroqlab o'tib ketdi. Ma'ruf degan nima esa, shu munkarninki nimasi qarshi qilam. Ya'ni munkarning qarshilam. Bir hadis va bu yerda bir zaifning rivoyati, bir siqaning rivoyati. Ikkisi bir-biriga qarshi. Demak, bu zaif qarshi keldi nimaga va siqaga. Demak, bu zaif kishining hadisining ismi nima va munkar. Endi bu siqaning rivoyati hadis zid keldi, bu zaifqa. Andada bu siqaning hadisining ismi nimadir va ma'rufdir. Demak, bu siqaningki rivoyati ma'ruf deganimiz. Ammo munkar desa, tegidillam zaifning rivoyati. Uningda siqaga muxolifat qilish. Ma'ruf degan lug'at nima esa, u ism maf'ul arafadan chiqqan ism maf'ul. Arafadan chiqqan ism maf'ul. Islohda nima desa, islohda bir siqa ravining marozi siqa muxolifat marozi zaif deydi. Mana siqa bo'lgan bir raviningki, siqa, ya'ni ishonchlik maqbul bo'lgan bir ravining, ya'ni odil, zabit bo'lgan bir raviningki zaif rivoyat qilgan narsaga muxolif qilishi. Demak, bir zaif kishiningki hadisiga zid kelgan bo'lsa, bu siqaning rivoyati ma'ruf deb ataladi. Ammo u qarshi kelgan, bunga qarshi kelgan hayla qarshi tarafga zaifning rivoyati munkar. Bu mushu ma'no bilan, ya'ni islohdagi biz ta'rif qilgan mushu ma'no bilan bo'lgan bu ma'ruf munkarningki qarshisidir. Munkarning qarshisi. Yana mundaq bi ta'birin adaqqa, taxmin inchiklab ifodalagan chog'imizda bu gapimizni nim degan gap u Hafiz ibn Hajar rahimahulloh tayangan munkarning ta'rifining muqobilasidir. Birinchi ta'rifda adam muxolifat yo'q-ku. Demak, biz munkarni ikki xil ta'rif qildik. Birinchisi muxolifat degan shartnomada, ammo Ibn Hajarning tanlagan ikkinchi ta'rifida bu o'zi siqa turib, o'zi zaif turib, siqaga muxolif kelgan deb muxolifatni shart qilgan. Demak, Ibn Hajar rahimahullohning tanlagan
Sıkkınınki münkerning ikkinchi turininki nimasidir va qarshisidir. Bu nima? Bu ma'ruf deganimiz. Masalan, buning misoliga kelsak, u munkarninki turidi ekan. Ya'ni munkarninki turida o'tgan ikkinchi misol. Yani ikkinchi misolni biz nimaga misol qilgan? Ikkinchi misolni muxolifat shart qilingan Ibn Hajarning ta'rif qilgan bir misolimiz bor. Ya'ni boshqa raviylar, siqa raviylar nima qilganlar? Mavquf holat rivoyat qilganni nima Hubayb ibn Habib Ziyad bu marfu'ata deb rivoyat qilgan ma'qul shakl. Mush misol. Demak, siqalarning hadisining ismi nimadir? Ma'rufdir. Lekin masalan lekin o qasidasi o'sha Ibn Habbosdan mavquf tariqasida rivoyat qilgan siqalarning yo'lidan kelgan. Chunki Ibn Abi Hatim dediki, meniki o'sha Hubaybning hadisini marfu holatga keltirib qo'ygandan keyin an Rasululloh sifatlarini marfu keltirib qo'ygandan keyin dediki, bu hadis munkardir. Chunki siqa ulardan g'ayruhu min siqalardan iborat u nimadan boshqalari shu Hubayb ibn Habib Ziyoddan boshqalari bu hadisni Abi Ishoqdan mavquf holat rivoyat qilgan. Shu mavquf holat rivoyat qilgan bu siqalarning rivoyati budur marfu'dir. Demak, ma'rufdir. Demak, bu ma'ruf deganimiz shu munkarninki, ya'ni xususan taham inchikilgan chog'imizda Ibn Hajar rahimahulloh tanlagan ta'rifga muxolifat shart qilingan ta'rifdagi munkarninki tam qarshisidagi. Bu misollarga keltirsak bo'ladi. Endi yana bir tur bizdagi hadis muallal yoki hadisi ma'lul yoki hadisi muallun uch xil ismi bor. Buning hammasi ishlatilgan kitoblarda uchraydi. Endi buningki nimastalik bir oz ichida jiq gaplar bor. Buning sal gapni uzun tutadi. Bulardagi hadislardagi muallal, ma'lul bu. Shunga biz bu muallna yoki muallalni muxolifat siqat degan bobga qaytib kelaqatimiz darsimizda to'liq bo'lsa, bugungi darsimiz mushlagacha bu savolga alhamdulillah.